Aynan uyqu yetishmasligi sizni Messi yoki Ronaldodek muvaffaqiyatli bo'lishingizga xalaqit bermoqda. O'ylab ko'rganmisiz? Sizning charchog'ingiz yillar davomida yig'ilib qolgan uyqusizlik natijasi bo'lishi mumkin. Ha, aynan uyqu yetishmasligi sizni Messi yoki Ronaldodek muvaffaqiyatli bo'lishingizga xalaqit bermoqda. Messi har kuni 8-11 soat uxlaydi. Cristiano Ronaldo esa 7 soat. Lekin u kun davomida qo'shimcha 90 daqiqadan iborat qisqa uyqu vaqtlaridan ham foydalanadi. Muvaffaqiyatning siri uyquni to'g'ri rejalashda. Bizni tunda melatonin uxlatadi. Ertalab esa kortizol uyg'otadi. Ammo tun yarmida telefonga qarasangiz, melatonin ajralishi to'xtaydi. Natijada charchoq, asabiylik, xotira pasayishi kuzatila boshlaydi. Ayollar erkaklarga qaraganda o'rtacha 20 daqiqa ko'proq uyquga muhtoj. Chunki ularning miyasi bir vaqtning o'zida ko'proq vazifani bajaradi. Optimal uyqu 7-9 soat. Ammo uyquda sifat muhim. Toza havo, qorong'ilik va telefonlarsiz uyqu sizni 10 yilga yoshartiradi. O'zingizga savol bering. Oxirgi marta qachon gadjetlarsiz to'liq qorong'ilikda uxlaganman? Bugun telefonni yoningizga olmang va farqni his eting. Shunday kichik maslahatlarni har kuni olishni istaysizmi? Kuzatib boring va sog'lom uyquga odatlaning. Bugun sinab ko'ring, ertaga farqni sezasiz. Albatta sog'lom uyqu katta g'alaba.